jarrohlik amaliyotlaridan sizga ko'rsatmoqchimiz. Shunday kichkina vaznda bo'lgan bolalarda ham 208 kilogramm masalan, hattoki yurak shunqlash amaliyotlarini ham o'tkazganmiz. Men Bobur To'rayev, hozirgi kunda Toshkent davlat tibbiyot universiteti bolalar ko'p tarmoqli klinikasida bolalar kardiojarroh sifatida faoliyat yuritaman. O'zim shu El-yurt umid jamg'armasining stipendiyat sifatida 2018-2019 yillarda Buyuk Britaniya London shahrida magistratura bosqichida tahsil olib kelganman. Undan tashqari Germaniya, Yaponiya, Avstraliya kabi rivojlangan davlatlarda malaka oshirib, bolalar kardiojarrohligini o'rganib qaytganman. Hozirgi kungacha 1000 dan ortiq yurak jarrohligini muvaffaqiyatli amalga oshirganman va bir necha turdagi murakkab yurak operatsiyalarini O'zbekistonda birinchilardan bo'lib amalga oshirishga muvaffaq bo'lganman.